Assalomu alaykum hurmatli tarbiyachilar. Bugungi mavzuyimiz tarbiyachilarni ish hujjatlari. Ularni qanday saqlanishi va qanday qaysi birlari qay holatda turishi haqida. Buni men sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Lekin mendan ham kuchli, mendan ham ijodkor tarbiyachilar buni boshqacha turda qilishligi mumkin. Mana Maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligining logotipini qo'ydim. 01, 02 hammasini qo'ydim mana. Faqatgina bolalarning tibbiy kartalariga Sog'liqni saqlash vazirligining logotipini qo'ydim. Endi birinchisida ilk qadam 802 va 3-nashri taxminiy ilovalari chiqdi. O'shani ham qo'yib qo'ydim o'zimga xabardor bo'lib turish uchun. Keyingisi 0502 bu bizni oylik ish rejamiz. Uni bir o'zini qo'ymadim. Bunga mavzuli rejalashtirish, har bitta frontal mashg'ulotni yozishimiz uchun kerak bo'ladigan qo'llanmalarni shu bilan birga qo'yaman. Keyingisi 0503 bizani tabel filtr daftarimiz. Buni qo'yamiz. Keyingisi mana bolalarning rivojlantiruvchi xaritalari. Bunda mana hisobotlarni bo'sh hisobot topshirishimizga bo'sh grafalarim tayyorlab qo'yganimiz. Mana bolalarni qachon belgilashim, bu yerga mana bolalarni rivojlantiruvchi xaritalari. Keyingisi mana kelajak sog'ati yig'ma jildi. Bunga buyruqlar, kelajak sog'atlarning mavzulari, har bitta mavzuni rasmlari bilan joylaganmiz. Keyingisi metodik mahorat yig'ma jildda. Bu keyingi dolzarb tutayotgan mavzularimizdan biri. Undan keyingisi bolalarni tibbiy kartalari mana. Har bitta bolaning tibbiy kartasi. Keyingi oxirgisi bolalarni ota-onalar bilan yo'llanmalari, ota-onalar bilan tuzilgan shartnomalar yig'ma jildda. Mana buni o'g'il bolalarga ko'k qilganman, qizlarga pushtirang qog'oz qilib topishga osonda, mabodo nimadir ma'lumot kerak bo'lib qolsa, o'shaning uchun. Mana yana bittasi ota-onalarning hujjatlari mana. Ota-onalarning pasporti, bolani metrikasi, mabodo kerak bo'lib qolganda qidirib qolmaslik uchun. Keyingisi mana bolalarni to'lov kvitantsiyalari. Buni ham kvitansiyalarni solib qilib qo'yganmiz. Sizlarga tavsiya qilaman shularni. Mana hurmatli tarbiyachilar, saromjon, sarishta bo'lib turadi hujjatlar. Birov kelganda ham qidirib yurmaymiz. Hammasi joy-joyida mana. Sizlarga yoqqan bo'lsa, obuna bo'linglar, like bosinglar, xursand bo'laman. Rahmat e'tiboringlar uchun.